Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturining 10 noyabr soni efirda Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Amerikaning katta shaharlarida minglab odamlar prezidentlikka saylangan Donald Trampga qarshi namoyishga chiqdi. Namoyishlar tinch, tartibli o'tayapti, biroq ularning shovqini va da'vatlari quloqni yoradi. Tramp ketsin, Amerikaga irqchi rahbar kerakmas deya hayqirdi ular. Nyu-York shahri markazida tumonat odam Tramp minorasini qurshab oldi. Amerika katta xatoga yo'l qo'ydi deb o'ylayman, deydi mana bu fuqaro. Washingtonda Oq uy ro'parasida ham Trampga qarshilar jam bo'ldi. Dahshatdaman. Kubalik qochqinlar oilasidanman va bu davlat bizga panoh berganidan minnatdorman. Hozir esa dahshatdaman, deydi yana bir suhbatdosh. Namoyishchilar Chikagoda avtomobil yo'llarini to'sib qo'ygan. Filadelfiya, Boston, Los-Anjeles, San-Fransisko va Seatlda ham shu manzara. Chorshanba ertalab Kaliforniyada ispanzabon aholisi ko'p shtatda maktab va kollej talabalari sinf xonalarini tark etib ko'chalarga chiqdi. Aksariyat namoyishchilar Tramp ma'muriyatidan qo'rquvda. U aksal immigratsion siyosatni olg'a suradi deya xavotirda ular. Bu fuqarolar Trampni irqchi, nafratni targ'ib qiluvchi, ayollarni behurmat qiladigan arbob deya tanqid qilyapti. Tramp tomonidan namoyishlar borasida biror izoh yo'q. Amerikadagi musulmonlar yangi prezident davriga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tramp saylovoldi kampaniyasi davrida musulmonlarni mamlakatga yo'latmaslikka da'vat qilgan edi. Qo'shma Shtatlar musulmon aholisi Tramp qanday o'zgarishlar qilishini o'ylab vahimada. Michigan shtati Dearborn shahrida saylov kunini tomosha qilgan musulmonlar uchun natija kutilmagan bo'ldi. Tramp rasizm va o'zga fikrni qabul qilmaslik asosida kampaniya olib bordi. Buni pul qilish mashinasiga aylantirdi. Qo'rqinchli, deydi Abdulla Hamud. Michigan shtati qonunchilik palatasi vakili xavotirini yashirmaydi. Tafovutni qarang. Dearborn tarixida ilk bor arab-amerikalik musulmon sifatida qonunchi etib saylandim. Mamlakat tizgini esa Trampning qo'liga o'tdi, deydi u. Hamudning so'zlariga ko'ra, unga ovoz bergan fuqarolar ayni paytda prezident etib Trampni sayladi. Qo'rqinchlisi shundaki, bugun g'alabamni nishonlasam, ertaga hijob taqqan onam va singlimga ko'chada ehtiyot bo'lishni maslahat beraman, deydi u. Oyshanur vahimaga berilmasdan arab-amerikalik jamoa huquqlarini himoya qiluvchi mutaxassis sifatida ishini davom ettirmoqchi. Gapiring, kim ekaningizni namoyish eting. Qochadigan odam yo'q. Bu bizning ham yurtimiz. Shu davlat taraqqiyoti uchun hissa qo'shyapmiz, deydi u. Noshir Osama Siblaning so'zlariga ko'ra, ko'plab musulmonlar Hillary Clintonga ovoz berdi, lekin uning nomzodidan norozilik ham kuchli edi. Saylovdan odamlarning hafsalasi pid, deydi u. Musulmonlar yoki arab jamoasi orasida biror nomzodga xayrixohlik bor edi deb o'ylamayman. Ular Trampni yoqlamagani uchun Clintonga ovoz berdi, deydi Siblani. Saylovlar tugab, endi navbat hokimiyatni tinch yo'l bilan yangi rahbar qo'liga topshirishga. Amerika demokratiyasining muhim tamoyillaridan biri bu. Bahs nihoyasiga yetdi. Biroq mamlakat tarqoq va odamlar Oq uy ro'parasida noroziligini to'kib solyapti. Keskin janjalkash kampaniyasi ketidan Donald Tramp mamlakatni birdamlikka da'vat qilmoqda. Hillary Clintonning xizmatlari uchun tobat minnatdormiz, deydi u. Bugun xalqni bir yoqadan bosh chiqarib ishlashga da'vat etaman, deydi Tramp. Hillary Clinton ham partiyalar orasidagi ziddiyatni tugatish uchun Tramp bilan hamkorlikka tayyor ekanini aytayapti. Konstitutsion demokratiyamiz hokimiyat tinch yo'l bilan o'zgarishini taqozo etadi. Bunga amal qilishimiz, ardoqlashimiz kerak, deydi u. Endi Barack Obama ma'muriyati Trampning jamoasi bilan yangi hukumatni shakllantirish ustida ishlaydi. Obama ham jarayon tinch, tartibli o'tishi uchun yordamini ayamoqchi emas. Donald Tramp mamlakatni birlashtirib, yurtni muvaffaqiyatli boshqara olishidan biz manfaatdormiz, deydi Obama. Donald Trampning qasamyod marosimi 20-yanvarda o'tishi kerak. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Internetdagi sahifamiz amerikaovoz.com. Bizni Facebook, Twitter, Odnoklassnikida ham kuzatib boring. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.